ko'cha-ko'yda yuramiz. Bir qanaqadir ko'cha-ko'yda muammo tug'ilib qolsa, albatta buni ta'siri uyda sezilishni boshlaydi. Yomon kayfiyat bilan kelsak, albatta o'shaning ta'siri uyda bo'ladi. Uyga kelib, uydagilardan o'sha g'azabni chiqarishni boshlaydi. O'zi anglamagan holda. Shuni xotini bilan o'tirib anglaydigan darajada gaplashish kerak o'zi. Ayollarimizni o'shanaqa vaqtda to'g'ri, erkak shundan g'azablanib keldimi, uyda birga yashagandan keyin albatta kayfiyatini sezadi erkakni. Imkon darajasini unaqa payt tinch qo'yish kerak ayol kishi. Erini vaqtinchalik bo'lsa ham tinch qo'yib, keyin o'sha ovqatlantirib, cho'milib chiqib, ozgina telefonda o'tirishiga qo'yib berish kerak. Keyin ozgina o'ziga kelib olgandan so'ng muammoni qiziqib so'rab ko'rish mumkin. Adasi yoki falonchi aka, sizni kayfiyatingiz yo'q. Kelganingizda ham rosa g'azab bilan keldingiz. Tinchlikmi? Yo bir muammo bo'ldimi? deb gaplashsa, bir xil erkaklar toqat topadi, gaplashadi xotiniga. Aytadi voqeani. Bir xillar boring sani ishing bo'lmasin deb mensimaydi. Bu o'sha mensimaslik noto'g'ri o'zi aslida. Ayoli bu bir bo'lagi. Ya'ni bular bitta odam hisoblanishi kerak. Siqilgan payti erkak kishi ayoli ham ta'sir qilishini tushunib yetish kerak. Er xotin qo'sh ho'kiz, bitta joyda, bitta kemada ular. O'shani tushunib, bir xillari ayollarimizni shunaqangi intuitsiyasi zo'r ishlaydiki, o'sha mensimagan eriga shunaqangi to'g'ri maslahat berib yuboradiki, o'sha maslahati bilan yaxshi bo'lib ketadi ishlar. Endi tasavvur qiling. 10 minut vaqt ajratib o'sha payt xotinning fikrini ham eshita olsa, o'sha erkak kishi ertasiga borganda ishlarni hal qilib tashlashi mumkin. Chiqayotgan muammoni hal qilishi mumkin. Lekin mensimay eshitmasa, o'sha muammo qolib ketaveradi muammoligicha. Ayollar ko'proq hissiyotlariga quloq soladi. Biladi quloq solish. Hissiyotlar ko'p holatlarda to'g'ri yechim topishga yordam beradi. Gohida harakatsizlik ham foyda keltiradi. Indamay, adasi, indamay qo'ying, ko'rasiz. Mana shu boshlig'ingiz bor-ku, ertaga sizdan kechirim so'raydi shu gaplari uchun. Jahl qilmang, xafa bo'lmang, ishdan bo'shayman deb harakat qilib o'ylamang. Prosta indamay ko'rasiz deydi-yu, haqiqatan shunaqa bo'lib chiqadi bir xillar. Ayollarni ham o'shanga gohida erkaklarimizni maslahat berishganda ayollarimiz yoki gaplashib o'tirganda bir fikrini aytganda eshitishni o'rgansanglar, 1 yil 2 bo'lishi mumkin. Muammoinglar hal bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olib qo'yinglar.